Itolg'i. Itolg'i lochinlar oilasiga mansub kuchli va yirtqich qushdir. U o'tkir ko'zlari va havoda mohirona uchishi bilan ajralib turadi. Bu qush hozirgi kunda yo'qolib borayotgan, kam uchraydigan tur hisoblanadi. Uni O'zbekistonning turli hududlarida uchratish mumkin. Tog'li hududlarda, asosan G'arbiy Tyan-Shan va Hisor-Oloy tog' tizmalarida yashaydi. Cho'l va kengliklarda, ya'ni Qizilqum cho'lidagi qoldiq tog'larda ham uchraydi. Ular uchib o'tuvchi va qishlovchi qushlar bo'lib, butun respublika hududi bo'ylab ularni uchratish mumkin. Itolg'ining Turkiston, Mo'g'ul va boshqa kichik turlari bor. Ular ko'pincha qoyalarda yakka-yakka bo'lib in quradilar. Ilgari bu qushlar tekislik va past tog'li hududlarda ko'p bo'lgan. Biroq hozirgi vaqtda ularning soni sezilarli darajada kamaygan. Itolg'i soni kamayib borayotganligi sababli maxsus muhofaza qilinadi. Tabiatda kemiruvchilar va mayda qushlar sonini kamaytirishda ularning o'rni alohida ahamiyatlidir.